Assalomu alaykum. Bu dasturimizni asosiy oynasida biz sana va hafta kunlari bo'yicha registratsiyadan o'tgan bemorlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda biz shuningdek o'tgan haftalarni masalan ko'radigan bo'lsak, barcha kunlarda yoki soatlarda registratsiyadan o'tgan bemorlarni ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari biz masalan har bitta shifokor bo'yicha filtr qo'ymoqchi bo'lsak, mana masalan Jamolov Alisherni tanlaydigan bo'lsak, faqat mana Jamolov Alisherdagi bemorlar ko'rinadi. Yoki masalan Jumagul shifokorimizdagini ko'radigan bo'lsak, aynan shuni bemorlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va undan tashqari bizda tug'ilgan kun bo'yicha tabriklash, masalan biz bemorlarni registratsiyadan o'tkazayotganimizda telefon raqami va tug'ilgan kunini ro'yxatdan o'tkazadigan bo'lsak, biz SMS xizmati orqali masalan tug'ilgan kun bilan bemorimizni tabriklashimiz mumkin bo'ladi. Va bizda masalan yangi kelgan bemor bo'ladigan bo'lsa, masalan bugun dushanba bo'ladigan bo'lsa, soat 9 ga registratsiyadan o'tkazmoqchimiz. Yangi kelgan bemorimizni bu yerga ism familiyasini kiritishimiz kerak bo'ladi. Masalan Shohrux Hamdamov va bu yerda telefon raqamini olib qolamiz. Tug'ilgan sanasi masalan 2010-yil. Masalan 1 noyabr 2010-yilda tug'ilgan kunni belgiladik. Va bu yerdan viloyati, tumani va bizda keyin qo'shilgan narsa qayta tekshiruv vaqti bo'lgan yangiligimizdan birlari. Bu qayta tekshiruvda biz masalan bir marta kelgan bemorimizni keyingi safar yana qayta muolaja oladigan bo'lsa, masalan bir haftadan keyin muolaja qo'yiladigan bo'lsa, aynan o'sha sanani bu yerdan belgilab qo'yamiz. Masalan 7-chi o'tib ketdi. Deylik 16 noyabrga qayta ko'rik vaqtini qo'yadigan bo'lsak, 16 noyabrda biz agar bemorimiz botdan ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, ya'ni start bosgan bo'lsa, avtomatik masalan qayta ko'rik vaqtini eslatadi va bizni asosiy oynamizda ham bugungi masalan har kunlik qayta ko'rikka yozilgan bemorlarimizni ham ko'rib turishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerdan bemorimizni saqlaymiz va bu yerdan endi shifokorimizni tanlashimiz kerak bo'ladi. Masalan ikkinchi xonani tanlaymiz. Nizomiddin va Jumagulga tanlaganimizdan keyin bu yerda muolajalar chiqadi. Muolajalar bo'limida biz bolalar yoki kattalar uchun tishlar biriktirilgan va biz o'sha tishlarni qaysilariga muolaja qilishimizni tanlashimiz kerak. Masalan 12-tishga deylik profilaktik davolash masalan va bizda 23-tishimizga masalan tish olish deb belgilab qo'yamiz. Va bu jarayonni asosan bizda shifokorlar amalga oshirish kerak bo'ladi. Ya'ni bizda hozir bemorni ro'yxatdan o'tkazish jarayonimizni registratorlarimiz amalga oshirsa, masalan shifokorlarimizga foydalanuvchi ochib beradigan bo'lsak, login parol beradigan bo'lsak, ular ham o'zini paroli orqali masalan o'zlariga biriktirilgan bemorlarni qaysi muolajalar amalga oshirilganligini masalan belgilashlari mumkin bo'ladi. Va masalan yana bemorimiz muolaja olgandan keyin endi to'lov jarayoni bo'ladi. To'lov jarayoni masalan hamma tishga, ya'ni to'liq to'lov amalga oshirmoqchi bo'lsa, bu yerda bitta teshikani bosamiz va to'lov tugmasini bosamiz. To'lov tugmasini bosadigan bo'lsak, bu yerda balansdan to'lash yoki tasdiqlash tugmasi turibdi. Tasdiqlash tugmasi orqali to'g'ridan to'g'ri to'lov amalga oshiriladi va balansdan to'lash bo'ladigan bo'lsa, agar bemorimiz avvalroq masalan bizga qanchadir miqdorda haqqi qolgan bo'lsa, bu yerda balansdan to'lash orqali biz bemor balansdan pulni yechib olsak bo'ladi. Yoki bu yerda keyin bizda tasdiqlash tugmasidan orqali shu to'g'ridan to'g'ri to'lov amalga oshiriladi. Va undan tashqari to'lov turini tanlaymiz. To'lov turi naqd, plastik yoki kilik. Bu bizga kun oxirida kassamizda har bir to'lov turi bo'yicha qanchadan tushum bo'lganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.
Bu yerda yangi yil yoki bayramlarda masalan skidkalar berishimiz mumkin bo'ladi. Foiz yoki summasini kiritish orqali plastik to'lov turini masalan plastik qilib tasdiqlash bosadigan bo'lsak, bizda o'sha to'lov amalga oshirildi. Va endi ko'radigan bo'lsak, 130 ming so'm to'lov amalga oshirildi. Qarzdorlik 0 so'm. Endi men shuni to'lovni tahrirlaydigan bo'lsam, masalan bitta to'lovni o'chirib tashlaydigan bo'lsam, bu yerdan va saqlash va berikish qiladigan bo'lsam, endi ko'rsak, qarzdorlik summasi 80 ming so'mni ko'rsatyapti. Va endi bizda aynan shu to'lovlar va registratsiya bo'yicha hisobotlar mavjud. Masalan, xodim hisobotiga ko'radigan bo'lsak, xodimimiz Nizamiddinova Jumagul va ko'rish tugmasini bosadigan bo'lsak, mana ko'rganingizdek, bizda 25 ming so'm kirim bugun o'zi tushgan hisoblanyapti. Ya'ni boshlang'ich bu avval mana sanani ko'rganimizda 11.01 dan 11.10 gacha oralig'ida ko'rganmiz. Biz boshlang'ich minus 200 ming xodimimiz bizdan pul olgan hisobi bo'lgani uchun bizda boshlang'ich minus 200 ming ko'rsatyapti. Va bugun shu paytgacha bo'lgan kirimi 25 ming so'm va yakuniy minus 175 ming so'm bizdan qarzdor hisobida chiqyapti. Endi bizda xuddi shuni bizda xodim sverkasi sifatida ko'radigan bo'lsak, masalan, Nizamiddinova Jumagul bunda ham ya'ni 25 ming so'm kirim bo'lgan bo'ladi. Bu 25 ming so'm qayerdan keldi deydigan bo'lsak, bizda hozir to'lov amalga 50 ming so'm to'lov amalga oshirildi, to'langan summa va bizni xodimimiz bu yerda xodim yaratayotganimizda xodim foizini biz 50% qilib qo'yganmiz va shuning uchun bizga xodim hisobiga 25 ming so'm yozilyapti. Endi bizda bu yerda statistikalar mavjud. Statistikalar oynasida jami registratsiyadan o'tgan bemorlar soni va xodimlar va jami bo'lgan muolajalarni barcha statistikalarni ko'rib tursak bo'ladi. Va bular kunlik amalga oshirilgan registratsiyalarni ham ko'rsak bo'ladi. Endi bizda agar biz masalan bu yerda to'lov amalga oshirmasdan navbat chekini bosadigan bo'lsak, biz bemorimizga ham navbat cheki ham to'lovni amalga oshirgan bo'lamiz. Endi bizda xuddi shu joyda masalan navbatlar oynasida mana ko'rganingizdek bizda barcha navbatda turgan bemorlarimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bular qachonki shifokorimiz ularga muolaja yozadigan bo'lsa, ya'ni muolajalarni biriktiradigan bo'lsa, avtomatik o'zi navbatdan chiqariladi va keyingi masalan navbatga o'tib ketaveradi. Endi bizda navbatdagi bo'limimiz qarzdorlikli bo'limi. Bu qarzdorlikli bo'limida klinikamizdagi barcha qarzdor bemorlarni, ya'ni yarim to'lagan bemorlarimizni ko'rib turishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu yerda masalan bizda asosiy kassaviy order qanday ishlaydi? Bizda bu yerdan xarajat turini yoziladi va masalan klinikamizda bo'layotgan barcha masalan qo'shimcha rasxodlarni shu joyga o'zidan biriktirib ketsak bo'ladi, ya'ni qo'shimcha xarajatlarni. Endi bizda oylik hisoblash, asosan bizda oylik uchun ishlaydigan xodimlarimizga zarur bo'ladi. Buni bir oyda bir marta amalga oshirishimiz kerak bo'ladi, ya'ni bir oyda bir marta mana shuncha oylik berishim kerak degan narsa biriktirishimiz kerak bo'ladi. Masalan, deylik bizda shifokorlarimiz bor, foizga ishlaydi. Foizga ishlaydigan shifokorlarimizni tushumi avtomatik hisoblanib ketaveradi. Lekin bizda oylik uchun ishlaydigan xodimlarimiznikini oylik hisoblash tugmasi orqali, oylik hisoblash bo'limi orqali biz hisoblab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Masalan, Jamolov Alisherga deylik 2 million miqdorida oylik chiqaryapmiz. 2 million miqdorida oylik hisoblaymiz va uni saqlab qo'yamiz. Masalan, izoh ham yozish kerak. Oylik deb qo'yamiz. Saqlash va bekitish
Va endi biz xodimga to'lov oynasi orqali aynan shu xodimimizni tanlaydigan bo'lsak, bizda o'zi 2 million haqdorligi turibdi. Masalan, buni bu oy kechiktirib keyingi oy beradigan bo'lsak ham baribir bizda xodimimiz haqdorligicha qoladi. Endi masalan aynan Jumagulni ko'radigan bo'lsak, o'zi ko'rganingizdek bizdan u qarzdor hisobida ketyapti -175 ming. Yoki masalan endi to'lov masalan amalga oshiradigan bo'lsak, Alisherga bu yerdan xohlagan summamiz masalan 1 million miqdorida pul beradigan bo'lsak, qaysi to'lov turdi? Plastikda saqlash va belgi chiqib qo'yamiz va biz Alisherga 1 million miqdorida oylik berdik hisobida ketadi. Endi bizda prihod oynasi qanday ishlaydi? Bizga klinikamizga kelayotgan tovarlarni barchasini bu bo'lim orqali biz prihod qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Kontragent tanlaymiz. Ya'ni kontragent kim? Bizda поставщикlik yuklarni, ya'ni tovarlarni bizga olib kelib berayotgan odamlar. Ular kontragent tanlaymiz va biz barcha prihod bo'layotgan tovarlarimizni tanlab qo'yamiz. Masalan, perchatka bizga 1000 so'mdan kelyapti, soni 30 ta deymiz yoki 300 ta, farqi yo'q. Va masalan ko'rganingizdek jami summasi o'zi 300 ming so'm hisobida ketdi. Masalan, xohlasak izoh yozamiz. Saqlash va belgichi orqali endi masalan kontragentga to'lov qilib bizga tovar olib kelib bergan kontragentni balansini ko'radigan bo'lsak, mana ko'rganingizdek 350 ming so'm miqdorida bo'lyapti. Ya'ni bizga tovar olib kelib bergandan keyin avtomatik o'zi balansiga pul qo'shiladi. Va kontragent to'lov orqali masalan biz hammasini 350 ming so'm biz расчет qilib qo'yamiz. Mana bo'ldi. Endi biz agar texnikalar bilan ishlaydigan bo'lsak, bu yerdan texnika to'lov orqali masalan texnikimizni tanlab, bu yerda hozir haqdori yo'q ekan. Mana 500 ming so'm haqdor ekan keramika. Bu yerdan masalan texnikimizga ham to'lov amalga oshirsak bo'ladi. Endi bizda texnik bilan qanday ishlanadi deydigan bo'lsak, masalan muolajalardan ixtiyoriy bittasiga bosamiz va bu yerdan ko'rganingizdek har bitta muolajani texnik biriktirilganmi yoki biriktirilmaganmi, ya'ni texnikni ishi bormi yoki yo'qmi, shunga qarab biz bu tugmani o'chirib yoki yoqishimiz kerak bo'ladi. Masalan, texnik yoqib qo'yadigan bo'lsak, endi biz muolajamiz sut tishi olish ekan, saqlab qo'yamiz. Endi masalan asosiy oynaga kirib shu Shohruh Hamdamovga bitta muolaja biriktiramiz, yana bitta bizda bolalardan 55-tish bizda sut tishini davolash, sut tishini olishida bizda mana bizda deylik 61-tishga sut tishini olish bosadigan bo'lsak, mana boshqalardan texnikaga biriktirilganlari farq qilyapti. Ya'ni bu yerdan plus tugmasi orqali qaysi texnikka qaysi xizmati amalga oshirilgan bu sut tishi olishga, shuni biriktirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Masalan, deylik metal keramika, masalan buni metal keramika deb tanlab qo'yadigan bo'lsak, aynan shu 200 ming so'm ham shu xizmatning ichiga qo'shilib ketyapti. Hozir to'g'ri bu arzonroq muolajaga biriktirib qo'ydik, ya'ni tish yasash jarayonlariga masalan qimmatroq nimalarga bo'ladigan bo'lsa, o'zi bizda hisobimiz texnik bilan ham plus minusimiz yuraveradi. Saqlash va belgilash tugmasini bosamiz. Endi bizda ma'lumotlar oynasida ko'rganingizdek bizda barcha bemorlarning listi ko'rinadi, ya'ni speskasi. Bu yerdan ko'rib turganingizdek Excel orqali yuklab olish yoki registratsiya bo'yicha qaysi sana bo'yicha registratsiya bo'lgan bemorlarimiz ham ko'rsak bo'ladi. Masalan, bu yil nechta bo'lgan deb turib masalan ko'rmoqchi bo'lsak, o'sha yilni boshidan hisoblab o'sha ko'rish tugmasini bostiramiz. Va bizda barcha xodimlarimizga shu yerdan kiritishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz dasturdan foydalanadigan registrator yoki shifokorlarimizni shu yerdan login parollarini berishimiz kerak bo'ladi. Endi
bizda o'zi avtomatik mana ko'rganingizdek ish haqqi foizi ni ham mana shu joydan o'zidan berib qo'yamiz. Va huquqlarni ham. Endi bizda уже barcha muolajalar narxlari yoki qaysi bo'limdaligini yoki texnikcha biriktirilmaganini ko'rish uchun shu muolajalar bo'limi biriktirilgan. Endi bizda xonalar bo'limida barcha o'sha xonalarimiz nomlarini shu joydan berishimiz kerak bo'ladi. Endi barcha поставщикlar oynasi, bu yerdan bizga yuk olib kelib beradigan barcha поставщикlar va bizni klinikamizda ishlatiladigan barcha mahsulotlar. Shu joydan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Umumiy nomi yoki qaysi bo'limdaligini masalan tahrirlamoqchi bo'lsak. Va bizda o'zi boya ko'rganimiz texnik xizmatlar, bu yerda xizmatning nomi, qaysi texnik amalga oshiradi va necha summaga. Shularni o'zi biriktiradigan bo'lsak, avtomatik texnikimizni barcha xizmatlari ham chiqadi va u bilan oldi berdi jarayonlari ham avtomatik amalga oshiriladi. Va shu ko'rganimizdek, masalan, hisobotlarni ko'rsak, boyagi masalan поставщикka to'lov amalga oshirgandek, masalan 300 ming so'm, ya'ni bu degani 300 ming so'm kirim bo'lgan bizga, ya'ni tovar olib kelib bergan va 350 ming so'mlik chiqim bo'lgan. Ya'ni biz unga pul berib yuborganmiz. Bu bitta sana bo'yicha deylik, masalan, buni 10-sanagacha oladigan bo'lsak, ko'rish tugmasini bosadigan bo'lsak, mana undan oldin ham 50 minglik tovar olib kelib bergan bizga, mana shu sanadan bugungi kungacha va bizda o'sha yakuniy 00 bu texnikimiz bilan qarzdorlik yoki haqdorligimiz yo'q. Endi bizda bemor balansi degan hisobotimiz bor. Bemor balansi orqali biz ko'rishimiz mumkin bo'lgani, hozirda bizdan haqdor yoki qarzdor bemorlarni ko'rsak bo'ladi. Boya registratsiya qilgan Shohrux Hamdamovimiz mana ko'rganingizdek bizda -220 ming so'm, ya'ni 220 ming so'm qarzdor hisobida. Endi bizda keyingi hisobotimiz shifokorlar ko'rigi bo'yicha, ya'ni har bitta shifokor nechtadan ko'rik amalga oshirdi. Masalan, buni ko'radigan bo'lsak, bugungi kunda mana 11-chi ikkita sanani bir xil qo'ysak, ya'ni bir kunni o'zidagina chiqadi. Mana bugunni o'zida bizda shu Humoyun shifokorimiz ikkita ko'rikka amalga oshiribdi. Shu holatda endi barcha bemorlarni ko'rmoqchi bo'lsak, bu joyda mana o'zi ko'rganingizdek har bitta shifokor bo'yicha nechtadan bemor bor. Bemor bo'lgan. Shu sana bo'yicha mana oy boshidan mana bugungacha nechta bemor ko'rgan. Shuni ham hisobotini olib ko'rib yursak bo'ladi. Endi bizda asosiy kassa sverkasi, bu yerda bizni kassamizga bo'layotgan kirim va chiqimlarni umumiy ko'rinishda va yakuniy holatda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, bizda bo'lgan barcha naqd, plastik va kilikdagi bo'lgan kirim va chiqimlar va ularning yakuniy остаткalarini ham ko'rib turishimiz mumkin bo'ladi. Va dasturimiz shu holatda ishlaydi. Agar yana to'liqroq imkoniyatlarni ko'rmoqchi bo'lsak, biz bilan bog'lanishingiz mumkin.